Davom etamiz. Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida seminar targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Mavzu davomiyligi muxbirimiz lavhasida. Navoiy yuridik texnikumida oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari mavzusida seminar tashkil etildi. Tadbirda shahar hokimi o'rinbosari va sohaga oid korxona tashkilot rahbarlari, tijorat banklari xodimlari hamda tegishli mutasaddi tashkilot vakillari ishtirok etdi. Seminar davomida mutasaddilar tomonidan mahalla yettiligi a'zolariga mazkur qarorning mazmun-mohiyati, xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish borasida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar to'g'risida tushuntirishlar berildi. Navoiy viloyatida ayniqsa xotin-qizlarni tadbirkorlik rivojlantirish, ularni kasb hunarga o'qitish masalasida aynan 2025-yil ayollar daftarida turgan, vaqtinchalik ishsiz bo'lgan xotin-qizlarimiz, migrantdan qaytib kelgan xotin-qizlarimiz, kam daromadli bo'lgan xotin-qizlarimizni bepul kasb hunarga o'qitish, bundan tashqari yurtboshimizning aynan ilgari surgan Sayxunobod tajribasini barcha viloyatimizdagi 11 tuman shaharga joriy etish maqsadida 2025-yilda kasbiy ta'lim platformasi asosida yangi o'quv jarayonlarimiz boshlanib bordi. Aynan bu jarayonlarimizda ayollarimiz o'zini qisqa muddatli 36 soatlik dasturi asosida bepul kasb hunarga o'zini qiziqqan yo'nalishlar asosida aynan bugungi kunda bu 3 toifaga bo'lindi. Sayxunobod tajribasi, zamonaviy kasblar va hunarmandchilik yo'nalishlarida o'zlarini qiziqqan yo'nalishlar asosida elektron platformaga ariza yuklagan holda shartnoma imzolaymiz va to'g'ridan-to'g'ri o'sha platforma asosida joyida o'qitilish yo'nalishi joriy qilindi. Aynan o'quv jarayonlarimizda kasb hunar jarayonlarimizda yo'nalishlarni tanlayotganda hududning moslashuvidan kelib chiqqan holda, har bitta hududning o'zini mahalla drayverdan kelib chiqqan holda yo'nalishlarimiz tasdiqlangan holda o'quv jarayonlarimiz bugungi kunda boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-mart kuni oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar qabul qilindi. Bu qarorni asosan o'sha ular vazifalarini amalga oshirish maqsadida 4 ta asosiy maqsadlar, ko'rsatkichlar belgilab berilgan. Bunda birinchisi xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, xotin-qizlarimiz kasb hunar va tadbirkorlikka o'qitish. Bunda o'sha xotin-qizlarni asosan o'zining qiziqishidan kelib chiqib, ularni kasb hunarga va tadbirkorlikka o'qitish hamda ehtiyojmand xotin-qizlarni sanatoriylarda sog'lomlashtirish hamda ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etib belgilangan. Biz ham Navoiy shahrida mana shu 4 ta asosiy maqsadli ko'rsatkichlarimizni belgilab olib, bu o'sha 4 ta ko'rsatkichimiz bo'yicha ishlarimizni boshlab oldik. Bu qarorda asosiy maqsad xotin-qizlarimizni o'zining qiziqishidan kelib chiqib, ularni bandligini ta'minlash, kasb hunarga o'qitish hamda ularni oliy ta'limga qabrab olish asosiy maqsad qilib belgilangan. Haqiqatan ham ayol qachonki band bo'lsa, kasb hunarli bo'lsa, o'shanda uning oilada ham, jamiyatda ham o'zining o'rnini topgan hisoblanadi va ayol jamiyatda baxtli hisoblanadi. Shuningdek, seminar davomida gender tenglik, ayollar huquqlarini himoya qilish, oilaviy nizolarning oldini olish va ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Ishtirokchilar o'z fikr va mulohazalar bilan o'rtoqlashib, dolzarb masalalarga yechim topishga qaratilgan takliflar bildirildi. Seminar yakunida ushbu sohadagi ishlarni yanada jadallashtirish, yosh avlodni oilaviy qadriyatlar ruhida tarbiyalash va xotin-qizlarning huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi.